Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalim obunachilari. Sizlar bilan bugungi videoda biz Blue Guardian Pro firmasini to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Videoni boshlashdan oldin sizlarga aytib o'tmoqchimanki, bizning kanalimiz nomi, logolari o'zgardi, ya'ni yangi nom bilan faoliyatimni boshladim. Prop Review Uz. Bunaqa nomga to'xtalishimdan asosiy maqsad trading sohasidagi hozir mavjud safety prop kompaniyalar, futures prop kompaniyalarni obzorini, ya'ni tanlashdan oldin tekshir slogani, ya'ni trade smart choose slogani asosida faoliyatimni yana boshladim. Ya'ni o'zbek auditoriyasiga kengroq, ko'proq ma'lumot yetkazish maqsadida. Xo'p, bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishingiz mumkin: Telegram, Instagram va YouTube. Videoda ko'rib turganingizdek, kerakli linklarni yana video ostida qoldiraman. Xo'p, bugungi videomiz Blue Guardian Safety Prop kompaniyasi to'g'risidagi to'liq obzor. Ya'ni qanday akkaunt turlari bor, ularning narxlari qancha, profit target qancha, daily loss, payout qanday ishlaydi, news trading mumkinmi, shularning barchasi haqida to'liq gaplashib chiqamiz. Ulardan oldin, videoni boshlashdan oldin bizning kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, kerakli barcha ma'lumotlarni, firmalar to'g'risida ma'lumotlarni kuzatib o'tkazolmasligingiz mumkin. Bo'lmasa videoni men boshladim. Xo'p, blueguardian.com saytiga kirib olamiz. Birinchi o'rinda men buni tayyorlab olganman. Kirganingizda mana shunaqa ko'rinishdagi sayt ko'rinishi bo'ladi. Sayti juda ham yoqdi menga. Qulay, tushunishga oson, hamma ma'lumotlar berib qo'yilgan. Xo'p, bu kompaniyani sotib olishdan oldin bilishimiz kerak bo'lgan muhim jihatlardan biri, bu kompaniya birinchi o'rinda CEOsi Sin Beinton deb yozilgan ekan, ko'rsatilgan. Buni Twitter X tarmog'ida ham kuzatishingiz mumkin. Bu CEOsini, xo'p, davlat tashkil topgan davlati Birlashgan Arab Amirligi hisoblanadi. Mana yozib qo'yilgan. 2021-yil iyun oyida tashkil topgan, ya'ni hozir kungacha 5 yildan beri ish faoliyatini olib borib kelmoqda. Xo'p, endi bu kompaniya shu vaqtgacha nima uchun mashhur bo'lmagan O'zbekistonda degan savol keladigan bo'lsak, bulardan oldin MyFunded FX, TFT, E8, Funded Next degan katta gigant prof firmalar mavjud bo'lgan va ularni bozorda bergan taklifi oldida bular ularni soyasida qolib ketgan, ko'rinmagan. Lekin ularning ichida ayrimlari yopilib ketdi, qolganlari ish faoliyatini to'xtatdi, hali ham ishlab turganlari bor. Lekin Blue Guardian ham shular qatorida ishlab kelmoqda 5 yildan beri. Xo'p, endi saytiga qaytadigan bo'lsak, biz ko'rishimiz kerak bo'lgan narsalar bu yoqda saytida aytishligi bo'yicha hozirgi vaqtgacha $26 million payout qilib berganmiz, to'lab berganmiz deb yozib qo'yilgan ekan. Average progress time, ya'ni общий o'rtacha hisobda 1 soatda pulni tashlab beramiz deyishmoqda. Aktiv traderlar 100 mingdan oshiq ekan. 7 ta platformasi bor ekan: TradingView, MetaTrader, TradeLocker, NinjaTrader. Endi bularni hamma bilsa, tushunsa kerak. Xo'p, 170 dan ortiq davlatda ish faoliyatini va ularga kerakli executionlarni, datalarni yetkazib beramiz, faoliyatimizni olib boramiz deyishmoqda. 24 ga 7 real time customer support, qo'llab-quvvatlash xizmati 24 ga 7 ish faoliyatini olib boradi deyishmoqda. Choose your market. Xohlagan marketingizni tanlashingiz mumkin deyapti. Ular ikkita marketda ish faoliyatini olib boradi, CFD va futures. Bugun sizlar bilan to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lgan marketi bu CFD market hisoblanadi. Bularni 3 xil tarifi bor ekan: instant, one step, two step. Ya'ni imtihonsiz hisob raqamlar, bir etapli hisob raqamlar va ikki etapli hisob raqamlar. Xo'p, endi birma-bir bularga to'xtalib o'tiradigan bo'lsak, CFD ni tanlab olamiz. Birinchi o'rinda instant, no waiting, get funded instantly and get paid on demand. Kutib o'tirmang, hozirning o'zida imtihonsiz shotga ega bo'ling va hozirda o'zida pulingizni oling degan slogan ostida yozib qo'yilibdi. Xo'p, endi
bularni berayotgan hisoblariga keladigan bo'lsak, 5000 dollarlik akkauntdan boshlab 400 ming dollargacha akkaunt berishar ekan. Ko'rib turganinglardek. Xo'p, bulardan eng qulay, eng populyarnisi keladigan bo'lsa, 100 ga misolda ko'rib chiqadigan bo'lsa, sizlar bilan 100 ga, ya'ni 100 ming dollarlik imtihonsiz hisob raqam akkaunt desak to'g'riroq bo'ladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, 467 dollar ekan narxi. Qonun qoidalari haqida gaplashib o'tadigan bo'lsak, foizlarda ko'rsatsam hammaga qulay bo'lsa kerak. 100 ming dollarlik akkauntda max daily loss 3% ekan. Ya'ni bu 3000 dollarga to'g'ri keladi. Bu degani kunlik yo'qotishingiz 3000 dollar hisoblanadi. Lekin trailing drawdown общий umumiy yo'qotishingiz 6%. Bu trailing drawdownni hamma tushunsa kerak. Tushunmaganlar uchun ma'lumot berib o'taman. Trailing drawdown ya'ni sizni eng baland equityingizdan hisoblaydi. Masalan, misol keltiradigan bo'lsam, 105 ming dollar deb foyda qilyapsiz, turibdi, zelkangiz ochiq turibdi. Agar ertasi kunga o'tganda, masalan, kun yopilishidan oldin 105 ming turibdi-da equityingiz, ertasi kuni agar o'sha narsa bezubitkaga qaytib keladigan bo'lsa yoki 102 mingga qaytib keladigan bo'lsa, sizni akkauntingizni qonun qoidani buzding deb olib qo'yadi. Ya'ni bu ko'tariluvchan drawdown hisoblanadi. Orqangizdan quvalaydi. Foyda qilib ko'tarilib borgan sari orqangizdan quvalab ketadi. Ya'ni bu qachongacha? Ya'ni 100 ming dollarga chiqquningizgacha, 100 mingni oshib foyda qilganingizgacha yurib orqangizdan quvalab keladi. 100 ming dollarga bordingiz, undan yo quvalamaydi. Xo'p, endi max trading days cheklanmagan ekan. Ya'ni hisob raqam sotib olganingizdan keyin, yana 100 ming dollarlik hisob raqam 467 dollarga sotib olganingizdan keyin xohlagan muddatgacha foydalanishingiz mumkin demoqda. Profit split 90% gacha foyda ulushini olishingiz mumkin. Ya'ni odatiy holatda 80 ga 20 bo'ladi prop kompaniyalarda. Buni pul to'lab 90% qilib olishingiz mumkin deb ko'rsatmoqda. Payout cycle. Xo'p, instantly payout. Xo'p, buni yana ichiga kiramiz. Darhol payout olishingiz mumkin demoqda. Ya'ni yana ichida yana отдельно qonun qoidalari bor. Buni yana hali отдельно ko'rsatib o'taman sizlarga. Leverage 1 ga 30 ekan, max deyapti bu. Bu sal kamroq tuyulishi mumkin, lekin risk management asosida hisoblab zelkaga kiradigan bo'lsangiz, uzr, telefon bo'lib qoldi. Xo'p, risk management asosida, ya'ni 1% risk asosida kiradiganlar uchun bu unchalik kam deb hisoblamayman. News trading, ya'ni yengillikda savdo qilish yo'q deb ko'rsatmoqda. Weekend holding, haftadan haftaga o'tkazishingiz mumkin. Zelkangizni expert advisor robotlardan foydalanishingiz mumkin. Trade copier, o'z akkauntlaringiz orasida masalan 4 ta akkaunt sotib oladigan bo'lsangiz, hammasini copy qilib ishlatishingiz mumkin deb ko'rsatmoqda. Overnight holding, ya'ni zelkani kundan kunga o'tkazish ham mumkin ekan. Xo'p, narx-navosini aytib o'tdim. 467 dollar. Agar skidkada oladigan bo'lsanglar, 467 dollarga aylanadi. 400 ming dollargacha akkaunt boshqarishingiz mumkin ekan. Xo'p, bu tarifini bitta odamni qiynab qo'yadigan tomoni trailing drawdown ekanligi sal o'ylantirib qo'yadi odamni. Agar o'ziga ishongan, risk management joyida har doim 1% riskda ishlaydigan treyderlar olib foydalansa bo'ladi. Yomon taklif emas, boshlang'ich treyderlarga lekin olishligini maslahat bermayman. Xo'p, endi sizlar bilan bir etapli tarifga keladigan bo'lsak, hop, ko'rib turganinglarda 5000 dollarlik akkauntda 2000 dollarlik akkauntgacha sotib olishingiz mumkin ekan. Bunday ham 100 ming dollarlik akkaunt misolida qaraydigan bo'lsak, narxi 298 dollar ekan. Arzonroq bir etapli bo'lganligi uchun. Xo'p, bunda 400 ming dollarlik akkaunt yo'q ekan, maksimum 200 ming dollar ekan. Xo'p, agar siz 4 ta olish xohlasangiz va bunda ham trade copier bor ekan, 4 ta oladigan bo'lsangiz, siz 118 dollar skidga saqlab qolishingiz mumkin ekan. Mana ko'rib chiqadigan bo'lsak, 1074 dollarga aylanyapti. Ya'ni 268 dollardan tushar ekan 4 ta akkaunt. Keyin ularni bir-biriga ulab foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bizani chegirma koddan foydalanib sotib olsangiz, mana shunaqa
$1074 sotib olishingiz mumkin. Xo'p, buni qonun qoidalariga keladigan bo'lsak, bir etapli bo'lganligi uchun profit targeti 10% ekan. Ya'ni 100 ga misolda $10,000 qilib berishingiz kerak. Daily loss'ga keladigan bo'lsak, 4% ekan. $4,000. Bu degani 96,000. Bir kunning ichida $4,000 minus qilmasligingiz kerak. Xo'p, bularni ham bir etaplida ham trailing drawdown ekan 6%. Ya'ni общий просадканgiz 6% bo'ladi. 94 minggacha tushirishingiz mumkin akkauntni. Lekin boya aytib o'tganimda $100,000 oshgandan keyin balansingizni masalan 6%, 106 mingga olib chiqqaningizdan keyin orqaga quvlab keladigan prosatkangiz $100,000 bo'lib qoladi. Undan yog'iga qimillamaydi. Siz akkaunt 110 ming qorishingiz mumkin, lekin prosatkangiz o'sha bo'yicha 100 mingda qolaveradi. Faqat chiqib olishingiz kerak o'shanga. Bitta minusi shu. Xo'p, max tradingda imtihondan o'tish vaqti chegaralanmagan. Leverage 1 ga 100 ekan maksimum. News trading mumkin ekan. Haftadan haftaga o'tkazishingiz mumkin. Robotlardan foydalanishingiz, ulashingiz mumkin demoqda. Trade Cooper boya aytib o'tganimda 4 akkauntni olib bir-biriga ulab ishlatsangiz bo'ladi. Faqat bir xil qilib ishlatishingiz kerak. Masalan, ikkita akkauntda oddiy misol yevro yuzli parasida buy ochadigan bo'lsangiz, ikkita akkauntingizda sell ochishingiz mumkin emas. Hammasini bir xil qilib copy qilishingiz kerak. Ya'ni keyingi instrumentlardan, boshqa programmalardan foydalangan holatda qilinadi bu narsa. Overnight holding, yes. Ya'ni kundan kunga o'tqizishingiz ham, ya'ni swing trade qilishingiz ham mumkin. Bu challenge qoidalari, bu imtihonni o'tayotganingizdagi sizga qo'yiladigan talablar, ruxsat berilgan qonun qoidalar desak to'g'riroq bo'ladi. Endi imtihondan o'tganingizdan keyin Funded'dagi qoidalar, ya'ni Funded akkauntdagi qoidalar keladigan bo'lsa, daily loss ham shu 4%, trailing drawdown ham 6% ekan. Trading days cheklanmagan kunlari, profit split 90% gacha oshirib olishingiz mumkin. Payout sikli up to weekly, bir haftagacha pul to'lab bir haftada 7 kunda chiqaradigan qilsangiz ham bo'ladi, lekin asosan 14 kunda payout qilishingiz mumkin. Leverage 1 ga 50 ekan. Leverage qisqaribdi. Challenge vaqtida 1 ga 100, Fundedga o'tganingizga 1 ga 50 hisoblanar ekan. News trading lekin mumkin emas ekan. Haftadan haftaga o'tkazishingiz mumkin. Expert Advisor, xo'p, robotlardan foydalanishingiz mumkin, copy qilishingiz mumkin, kundan kunga o'tkazishingiz ham mumkin ekan. Xo'p, narxi $298 ga to'g'ri kelar ekan. Boya aytganimdek, agar 4 akkaunt oladigan bo'lsanglar, $1074 ga aylanar ekan, ko'rib turganingizda. Ya'ni bitta challenge narxi $268 dan tushar ekan. 90% mana pul to'lab, yana 90% ga oshirishingiz mumkin. Ya'ni prop kompaniyalar bilan odatda 80 ga 20 ishlashadi. Pul chiqarib berayotgan vaqtingiz, misol deylik, $10,000 qiladigan bo'lsangiz, 80% bo'lganda $8,000 ni sizga chiqarib beraman. Mana shu narsani pul to'lab 90%, ya'ni $9,000 ni o'zingizga yechadigan qilishingiz mumkin. Lekin buni men maslahat bermagan bo'lardim. 80% ham yaxshi. 90% ligini tanlab to'lab oladigan bo'lsangiz, narx-navosi qimmatroqga tushadi. Lekin men bu qismini maslahat berardim. Force payout in 7 days. Ya'ni 7 kunda pul chiqarishingiz mumkin. 14 kunlik narsani 7 kunga cho'zdirishingiz, kamaytirishingiz mumkin. Xo'p, yana nima deyishim mumkin? 50 kasi $150 ekan. Qolgan prop kompaniyalarga qaraganda arzonroq hisobladim men bu narsani. Nimaga desanglar, asosan bunda trailing drawdown bor ekan. Xo'p, 200 kasi narxi $552 ekan, skidkada olsangiz. Xo'p, endi eng hit populyarni bo'lgan tarifi keladigan bo'lsa, 2 etapli standart akkaunt hisoblanadi. Meni o'zimga ham yoqqan akkaunti mana shu hisoblanadi. $5,000 akkauntlardan to $200,000 gacha akkaunt sotib olishingiz mumkin. Xo'p, buni ham 100 ga misolda $100,000 akkaunt misolda ko'rib chiqadigan bo'lsak, qonun qoidalarini birinchi etapida 8% qilib berishingiz kerak ekan, ikkinchi etapida 4% qilib berishingiz kerak ekan. Daily loss kunlik yo'qotishingiz mumkin bo'lgan foizi 4% ekan, ya'ni $4,000, ya'ni 96 mingga tushirib qo'ysangiz olib qo'yadi akkauntni. Xo'p, mana drawdown, static drawdown ekan 8%, ya'ni 92 ming. Bu orqangizdan quvlamaydigan drawdown hisoblanadi. Drawdown turlari chuqur, asosan drawdown turlari bor. Birinchi eng yaxshi bo'ladigani static drawdown, ikkinchisi trailing drawdown, uchinchisi
qanaqadir ham yana nomi xos esimga kelmayapti. Eng yaxshisi bu Safety Prop kompaniyalarda asosan bo'ladigani static drawdown hisoblanadi ikki etaplilarda. Xo'p, endi Trading Max Trading Days imtihondan o'tish vaqti chegaralanmagan, xohlagancha o'tishingiz mumkin, lekin 30 kunlik inaktiv bo'lsa, agar 30 kun davom sotib olganingizdan keyin zelka ochmaydigan bo'lsangiz, akkaunt sizdan qaytarib olishadi. Ya'ni failed bo'ladi. Leverage 1/50 ekan, news vaqti savdo qilishingiz mumkin, haftadan haftaga o'tkazishingiz mumkin, deyapti. Robotlardan foydalanishingiz mumkin, bularda ham kopiya qilishingiz mumkin. Overnight holding, ya'ni kundan kunga o'tkazish ham mumkin ekan, ya'ni swing trade qilishingiz mumkin. Bu challenge vaqti, imtihondan o'tayotgan vaqtingiz qonun qoidalari hisoblanadi. Endi imtihondan o'tganingizdan keyin ham o'zgaradimikan qonun qoidalar ko'ramiz hozir. Daily loss ham 4% qolyapti, общий просадки 8%, trading kunlari cheklanmagan. Boya aytib o'tganimdek 90% gacha foydani bo'lishingiz mumkin ular bilan. Payout sikli ham bunda ham 14 kun bo'ladi odatda, lekin pul to'lamam bitta ko'rsatib o'tganda 7 kunda pul chiqarishingiz mumkin. Leverage 1/50 bir xil qolar ekan. News trading, news vaqti savdo qilish mumkin emas ekan funded accountda. Haftadan haftaga o'tkazish mumkin, robotlardan foydalanishingiz mumkin, kopiya qilishingiz mumkin. Ya'ni swing trade qilishingiz ham mumkin ekan. Bitta akkaunt $347 skidkada aylanayotgan ekan, $347. Agar siz 4 ta akkaunt oladigan misol daily $400,000 ishlatmoqchisiz, $1249 ga aylanar ekan. Ya'ni $347lik akkaunt har bittasi $312 ga tushar ekan. Xo'p, ikki etapli pro akkauntga keladigan bo'lsa, bularning narxi $278 ekan. Arzonroq ekan. Buni hozir ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Uzr so'rayman. Bularning targeti 10% ekan. Boya ikki etaplida 8% edi. Xo'p, qaraydigan bo'lsanglar, profit target birinchi etapda 10%, ikkinchi etapda 4%, daily loss 10. Yo'q, uzr. Daily loss 4% ekan. Bu mana minusi. Nima uchun arzonligi? Bu ikki etapli pros ham trailing drawdown ekan, 10% ekan. Shu tomoni sal odamni o'ylantirib qo'yadi. Xo'p, trading kunlari, imtihondan o'tish kunlari cheklanmagan. 1/50 kreditniy плечо, ya'ni leverage, news trading mumkin, haftadan haftaga ushlab turish, swing qilish mumkin, robotlardan foydalanish ham mumkin, kopiya qilsangiz ham bo'ladi. Xo'p, qolgan qoidalar pashti hammasi bir xil ekan. Xo'p, bunda farq qiladigan faqat yangilik vaqti zelka ochish yopish mumkin emas. Max daily loss'i 4% ekan. Narxi o'shaning uchun arzon ekan. Hammaga maslahat berardim ikki etaplidan olishligini. Agar kim o'ziga ishongan trader bo'ladigan bo'lsa, instantdan olib foydalansa bo'ladi. Unda ham risk managementga asosan savdo qiladigan bo'lsa. Xo'p, endi hamma kerakli ma'lumotlarni ko'rib o'tdi. Sizlar bilan xo'p, akkaunt sotib olishda xo'p Bitcoin, Google Pay, Visa orqali sotib olsangiz bo'lar ekan, bularni aytishligi bo'yicha. Xo'p, endi sizlarga akkaunt sotib olishda ozgina bilmaydigan bo'lsa, bilmaydiganlarga tushuntirib o'tmoqchiman. Start bosasizlar saytga kirganinglardan keyin mana ko'rib turganinglarda mana shunaqa oyna ochiladi. Bular tanlaganimiz ikki etapli $100,000 akkaunt hisoblanadi. Xo'p, trading platforma MetaTrader 5 tanlanadi. Xo'p, bu joyga kerakli ma'lumotlarimizni to'ldirib chiqamiz. Mailinglarni yozasizlar, bu yerga isminglarni yozasizlar, bu yerga familiya, O'zbekiston davlat turadi, ko'chalar nomi, shaharlar nomini yozib, bu yerga O'zbekiston yoki qaysi viloyatingizni yozib, pochta adresinglarni yozasizlar. Bu yerga hech narsa yozmasanglar ham bo'ladi. Bu yerga telefon nomeringlarni yozasizlar. Xo'p, mana ko'rib turganinglar boya aytib o'tganimdek 90%, ya'ni odatda 80% bo'ladi, 90% qilib beramiz, 15% to'laysanmi deyapti. Mana shuni tanlasanglar, 15, ya'ni 15% mana bu narxiga 15% qo'shiladi. Buni maslahat bermagan bo'lardim. Mana buni olsanglar get paid every week. Ya'ni 14 kundan 7 kungacha qisqartirishinglar mumkin pul yetishinglarni kunini. Shuni tanlaysizlar.
agar 7 kunda yechaman, tezroq yechaman deydigan bo'lsanglar, tanlashinglar mumkin. Agar tanlamasanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi o'ng tomonga keladigan bo'lsak, narxini ko'rsatib qo'ygan. Mana ko'rganinglar, agar add-ons 7 kunda pul chiqarish $69 qo'shilayotgan ekan. Xo'p, mana bu joyiga White 30 deb mana promo kodimni kirtsanglar, sizlarga skidka qilib beradi. 299.34, ya'ni $400 tushyapti account, bitta account. Xo'p, bu yerdan debit kredit karti tanlaysizlar. Xo'p, hamma ma'lumotlarni to'ldirib chiqqaninglardan keyin complete purchase bossanglar, sizlardan karta ma'lumotlaringlarni to'ldirishini so'rab qoladi. O'sha vaqt to'ldirib, kerakli kodlarni kiritsanglar, sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p, yana sizlarga aytib o'tmoqchi bo'lgan narsalarimdan, yana qolib ketganlaridan qaraydigan bo'lsak, hellblueguardian.com saytiga kirsanglar, yanada kengroq hamma ma'lumotlarni berib qo'ygan bo'ladi. Mana ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga hamma informatsiyalar bularda hammasini tanishib chiqishingiz mumkin. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana saytga kirib hammasini o'zingizga kerakli ma'lumotlarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Bizga kerakli bo'lgan основной joyni ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga 2 etapli standart qonun qoidalar. Xo'p, mana yozib qo'ygan hamma narsasini. Xo'p, profit target birinchi etapda 8% ekan, ikkinchi etapda 4%. Kunlik yo'qotishingiz mumkin bo'lgan summa 4%, общий yo'qotishingiz bo'lgan summa 8% ekan. 5 kun profitli kun qilib berishingiz kerak. Ya'ni minimum trading days. Imtihonni o'tayotgan jarayoningizda, ya'ni birinchi etapga ham 5 kun, ikkinchi etapga ham 5 kun profitable days qilib berishingiz kerak. Xo'p, adashma uzr. O'zi foyda bo'lishi ulushi 85 ga 15 ekan. Odatiy hammasida. Odatiy. Bu aytganimda kerak emas dedim-ku sizlarga 90% ligini qo'shib olish. 85 ham zo'r ekan o'zi. Xo'p, har 14 kunda odatda pul chiqarishadi. Pul yetsanglar bo'ladi 14 kun. Agar boya qo'shimchasini qo'shsanglar 7 kunga to'g'irlasanglar bo'ladi pul chiqarishinglarni. Minimum withdrawal $100 ekan. Kripto orqali 500 raisga etsanglar bo'lar ekan. Minimumi bu. News trading challenge vaqtida mumkin ekan. Ikkita fazasida ham, birinchi etapda ham, ikkinchi etapda ham newsda ishlashinglar mumkin. Lekin fundedda 5 minut oldin, 5 minut keyin high impact news on funded accounts. Ya'ni yangilik vaqtida o'shani 5 minut yangilik chiqishidan oldin, 5 minut yangilik chiqishidan keyin ishlash mumkin emas. Ochiq сделкалаringiz bo'lsa yopishligingiz kerak demoqda. Ya'ni funded accountingizda. Xo'p, minimum holding time of 2 minut. Har bitta сделкаga eng kamida 2 minut ushlashingiz kerak. Ya'ni bu scalping qilib tashlashligingiz kerak emas demoqda. Kechasi va haftadan haftaga o'tqishingiz mumkin. Boya aytib o'tganimdek, robotlardan foydalanishingiz mumkin, copy trading qilishingiz mumkin demoqda. Xo'p. Keyin yana bitta joyi bor ekan. Mana sizlarga muhim etib o'tmoqchi bo'lgan joyim faqat Guardian Shield funded account faqat after close trader trade at 2% floating loss. Xo'p. Avtomatik yopiladi zararda agar pozitsiya kiradigan bo'lsanglar, funded accountinglarda 2% zararga boradigan bo'lsa, ya'ni почти hamma prop kompaniyada hozir mavjud. Ma'lum bir paraga zelka ochadigan bo'lsanglar, 2% dan oshiqroq risk qilishinglar mumkin emas. Shu haqida aytibdi. 24 soatda payoutinglarni tashlab beramiz, ish vaqtida tashlab beramiz demoqda. Xo'p, yana biza bilishimiz kerak bo'lgan joylar haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsam. Xo'p, hozir men hozir aytib o'tgan, yuqorida aytib o'tgan narsalarni hammasini podrobniy mana bitta ko'rsatib o'tilmoqda misollari bilan. Bemalol o'zingizlar kirib tanishib chiqishinglar mumkin. Основной kerak bo'lgan narsalarni aytib boyaman. Minimum trading days dedim-ku, 0.5% dan yopishinglar kerak. Ya'ni $100,000 akkauntda $500 5 kun kamida foyda qilib imtihonni o'tsanglar bo'ladi demoqda. Xo'p. Yana nima aytishim mumkin?
Yengilliklarning qoidasi haqida tanishib chiqishingiz mumkin. Boya aytib o'tgan 5 minut oldin, 5 minut keyin qizil yengilliklarda deyishmoqda. Xo'p, stop loss qoida qo'yish kerakmi degan joyi to'xtalib o'tadigan bo'lsa, bu joyda majburiy emas, lekin risklarni kontrol qilishingiz kerak. Boyagida aytganimdek 2% bitta сделкаga 2% dan oshiqroq risk qilishingiz mumkin emas deb ko'rsatmoqda. Xo'p, copy trading or trade copiers. Xo'p, qanaqa tradingda trade'larimni copy qilsam bo'ladi degan savolga ham yozib qo'yilgan. Xo'p, boya tick scalping. Boya aytib o'tganimda 2 minutdan kam bo'lmagan, ya'ni 2 minutdan ko'proq ochilgan сделкаlar ochish kerak demoqda. Xo'p, boyaga aytib o'tgan agar boyaga what is the guardian child, ya'ni bitta ideyaga, ya'ni misol bitta paraga, masalan yevro USD parasida 2% risk qilib savdo qilayotgan vaqtingizda agar 2% dan oshib ketsa degan bo'lsa avtomatik yopiladi dedim-u. O'sha narsa haqida ma'lumot beryapti. Agar birinchi marta bu xatolik qilinadigan bo'lsa, agar o'shandan 50% profit splitingiz, ya'ni qilingan foydangiz 50% beriladi sizga. Deyli $100,000 $5,000 foyda qiladigan bo'lsangiz, 2,5 tashlab beramiz zot. Yana xatoni ikkinchi marta takrorlaydigan bo'lsangiz, hisob raqamingizni olib qo'yamiz deb ko'rsatmoqda. Boyaga aytib o'tganday 85 ga 15 bo'lishar ekan Prop kompaniya sizlar bilan. Yana nimalarni aytib o'tishim mumkin sizlar bilan. Odatda 14 kunda pul chiqaradi. Pul chiqarish vaqti 24 soat ish vaqtida. Withdrawal methods Rise or Crypto. Crypto bilan Rise ketsanglar bo'ladi. 7 kunda pul chiqarish qo'shsanglar deyapti. Mumkin. Xo'p, yana nima? 24 soat payout guarantee. Xo'p, agar biz 24 soatda payoutga berganinglardan keyin 24 soatda agar biz to'lab bermaydigan bo'lsak, 10% sizlarning pulingizga 10% ustiga qo'shib to'lab beramiz deb garantiya bermoqda. Adashmasam barcha ma'lumotlarni berib o'tdim sizlarga. Xo'p, keyin yana bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Mana bunaqa sayt bor. Bu sayt kirsanglar blockchain verify profit payout. Bu o'sha trading sohasidagi mavjud prop kompaniyalarni kripto orqali, ya'ni bizga o'xshagan traderlarga to'lab berayotgan pullarni hammasini blockchainda ko'rsatib boradi, izlari qoladi. O'sha narsalar hammasini ko'rsatib boradigan sayt hisoblanadi bu. Ko'rib borsanglar bo'ladi. Masalan, oxirgi 24 soatda Blue Guardian Pro firmasi $295,951 115 ta davlatdagi traderlarga pul to'lab bergan deb ko'rsatmoqda. Xo'p, largest eng kattasi $50,000 bo'lgan ekan. Oxirgi 24 soatda average o'rtacha payout bergan $2,573 ga to'g'ri kelmoqda. Buni ichiga kirib ko'rsanglar, hamma ma'lumotlar ham bor. O'zingizlar kirib tanishib chiqsanglar ham bo'ladi. Sizlarga bugun bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. Kimga foydali va qiziq bo'lgan bo'lsa, like va kommentlarda izohlaringizni kutib qolaman. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolaman. Barcha kerakli linklarni shu video ostida qoldiraman. Qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat.